Har bir katta orzu oddiy bir niyatdan boshlanadi. Uy olish esa eng barakali niyatlardan hisoblanadi. Har birimizga inshaalloh shunaqa uylar qurish, yashash, ahli oilamiz bilan barakali hayot kechirish nasib qilsa. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimizni manzilini aytadigan bo'lsam, Nazarbek egamizda. Nazarbek posti bilan 2 kilometr masofa ko'rsatyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, $160 ming so'rashyapti. Xonadonimizni ko'ryapsizlar, 3 sotixli yer maydoniga ega. Yo'lak qismini ko'ryapsizlar, bitta mashina qo'yishga joy bor, undan tashqari alohida kirish eshigi bor, kichkinaroq bo'lsa ham zeloniy zona qoldirishgan. Sizlar bilan binoyimizni ichida ko'rishda davom etamiz. Ketdik. Bismillah. Asosiy eshikdan kirishimiz bilan bizning o'ng tarafimizda kattagina razmerda zalni ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsizlar, xo'l qismiga ham ega. Navbatdagi xonamiz ayollarimiz uchun sevimli bo'lgan oshxonani ko'ryapsizlar. Remontdan chiqarilgan mebel texnikasini olib kelib, shunday yashab oladigan joyi. O'rtada bitta общий sanuzul joylashgan. O'ng tarafimizda ota-onalar yotoqxonasi o'zining sanuzuli bilan birga bo'lyapti. Orqa hovlini ko'radigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, zeloniy zonasi ham bor, yozgi oshxona qilish imkoniyati ham bor. Binoyimizga qaytadigan bo'lsak, yerto'la qismiga ham ega. Yerto'la qismimiz ham remontdan chiqarilgan. Xonadonimizning yurak qismi isitish tizimlari shu yerda joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, ikkinchi qavatida bitta o'g'il bolalar va bitta qiz bolalar yotoqxonasi, undan tashqari bitta ota-onalar yotoqxonasi, o'rta razmerda zal joylashgan. Har bir qavati 125 kvadratdan joylashgan bo'ladi. Umumiy 375 kvadratga tushgan xonadonimiz. Narxiga aytib o'tdim, $160 ming. Albatta yana kelishadigan joylari bor. Doimgidek egalar raqamini ekranga yozib qo'yamiz. Kelib, ko'rib, savdosi va barakasini qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'lasizlar, o'zinglarni ehtiyot qilasizlar.